Imom Buxoriy buyuk muhaddis, olim va ahamiyatiga ko'ra Qur'on Karimdan keyingi o'rinda turuvchi 16 yil mobaynida yozilgan Al-Jomi as-Sahih kitobining muallifi Imom Buxoriy 810-yilda Buxoroda tavallud topgan. Ma'lum bo'lishicha, uning otasining bobosi birinchi islom qabul qilganlardan bo'lgan. Uning otasi esa muqaddas rivoyatlar aytuvchi baxshilardan bo'lgan. Imom Buxoriy 5-6 yoshlardan Qur'on va diniy ilmlarni, xususan hadislar o'rganishni boshlagan. Mukammal xotira egasi bo'lib, u o'qiganligini tez o'rganib olar. So'ngra ularni har tomonlama tahlil qilardi. 16 yoshiga kelib, u o'sha zamonlarning barcha hadis to'plamini yoddan bilgan. 825-yil Imom Buxoriy o'z onasi va akasi Ahmad bilan birga haj safarini amalga oshirish uchun Makka va Madinaga yo'l olishadi. Ziyoratni amalga oshirgach, onasi va akasi Buxoroga qaytib kelishadi. U esa turli musulmon davlatlari bo'ylab sayohat qilib, o'z davrining taniqli ustozlaridan ta'lim olgan. Rivoyatlarga ko'ra, u 100 minglab hadislarni to'plab, ulardan 300 mingtasini yoddan bilgan. U hayotining 42 yilini izlanishlar bilan o'tkazadi. Kitobi ustida ishlashni u Basrada boshlaydi va uni ko'p yillar davomida yozadi. Uning so'zlariga ko'ra, kitobga 1080 ta muhaddisning hadislari kiritilgan. Hadislarning ishonchliligiga ularning kelib chiqish manbasi va har bir zanjir aniq ko'rsatkich bo'la oladi. Zero yetkazib beruvchining axloqiy timsoli nazarda tutilganligi unga ishonish imkonini beradi. Manbalardan ma'lumki, u ko'plab kitoblar yozgan bo'lib, ular orasida Tarixiy Kabir, Buyuk tarix kitobi ham bor. Al-Jomi as-Sahihni yozgach, u Buxoroga qaytadi va barcha ilm istaganlarga ta'lim beradi. Bu orqali u odamlarni savodga o'rgatib, jamiyatga katta foyda olib keladi. Uning obro'si shu qadar baland bo'lganki, unga noma'lum hadis xalqda ishonchsiz hisoblangan. Manbalarda aytilishicha, Imom Buxoriyning sahih to'plamiga kiritilgan ishonchli hadislarning soni takrorlanadiganlari bilan birga 7275 ta bo'lib, takrorlanmaydigan holda esa 4000 hadisdan iborat bo'lgan. Imom Buxoriy Buxoro hukmdori bilan nizolashib qolganligi sababli Samarqand yoqasidagi Xartang qishlog'iga ko'chib o'tishga majbur bo'ladi. Shu yerda u 870-yil vafot etgan. Samarqand viloyatining Chelak tumani Xartang qishlog'ida joylashgan qabri ziyoratchilarning eng hurmatga sazovor va muqaddas qadamjosiga aylangan. 16-asrda Imom Buxoriyning maqbarasi oldida masjid qurilgan va chinorlar ekilgan. 1998-yilning 23-oktyabr kuni Samarqandda taniqli olim tavalludining 1225 yilligi munosabati bilan tantanalar bo'lib o'tgan. Mazkur hodisa munosabati bilan ulkan nodir me'moriy majmua qad rostlagan. Loyiha amalga oshirilishida Samarqand, Toshkent, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Andijon, Qo'qon va Namanganning eng yaxshi quruvchilari va xalq ustalari ishtirok etishgan. Aynan Imom Buxoriy tufayli Movarounnahr hududida 9-12 asrlarda ko'plab hadisshunoslik maktablari shakllandi va muvaffaqiyatli faoliyat yuritdi. Hozirgi kunda olimning asarlari dunyoning o'nlab tillariga tarjima qilingan va islom dunyosida uning ijodidan ko'plab ilmiy tadqiqotlarda foydalanib kelinadi.